Yaxshimisan ukam, tuzimsan, sonlari yaxshimi? Endi Mirzabek akamning telegrami yo'q. Hozirlarga o'tib ziyoratlarini qilib, duolarni olaman deb Mirzabek akam ranjimasinlar mendan. Shunaqa bo'lib qoldi endi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qadrdonlarim, radnoylarim. Xudo xolasa mana Allohning inoyati bilan, izni bilan, o'zining chaqirig'i bilan safarga chiqdik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Alloh uchun men sizlar hammanglarni yaxshi ko'raman. Mabodiy kor tilim bilan ozor bergan bo'lsam, meni kechiringlar. Xudo xolasa borgandan keyin hammanglarni haqqingizga duodamiz. Duoy salomlaringlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazib qo'yaman Xudo xolasa. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukr hammanglarni. Hammanglarni yaxshi ko'raman jigarlarim. Sizlardan meni boshqa yaqinim yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin hammanglarni.